Hayırlı olsun, bugün ben sizlerge Abdullah Tağ'ın hikayelerini dep berey. Abdullah Tağ şu 12. ayının başlarında men sizge bir hikaye sözlep berme dep qo'yib yo'qab ketdi. Arlıqda qizim ma bir necha kundan beri mening ko'nglim joyida emas, bir mezgildan keyin men sizga so'zlab berey dep qo'yib, bir haftaning oldida endi dep berey dep 12. ayda o'zining beshiga kelgan ikki ishni so'zlab qoldirib qo'yibdi. 12. ayının 18. günü Abdullah Tağ shahardagi Lufandagi uyga, u uyda ayoli, o'g'li va o'zi 3 aylan bakka. Abdullah Tağ'ның o kichik o'g'li hamdi sal o'yinchiroq bo'lganda, atdiganda bir chikassa, ba'zi vaqtlar kechdim kirmaydigan, atis kirdigan degandek. U kun kechdimi, garchi soat 12 bo'lib ketgan bo'lsa-mu, uy kirmabdi. Shuning bilan iliq o'g'lidan ansirab, mehmonxona uyda yotqash, o'g'lini saqlabdi. U vaqt hamdi allaqachon 12 dan oshgan vaqtga ayol uxlab bo'lgan. Abdullah Tağ'ның qat'iy uyqusi kelmay, uxlayolmay, ashta xiyol qilib yotsa, ularning ishiga jaloq qilib ichilibdi-da. Әмді bu ишек мында yenik istaganga ichilmaydigan bekrek istirvasa ashunda bek ullik ovoz chiqarib jaloqishib ketadigan bo'lib qolganki. Shuning bilan Abdullah Tağ o'g'lim kelgan o'xshaydi deb beshini ishtik ko'tarib qarsa, ishikning tubida bir odamning ishikning ma girvikini tutib olib, mushta bo'yindab beshini so'zib uyning ichiga qarayotganligini ko'ribdi. Bunda sinchilab qarsa, bu әмді beshiga shapka kiyib olgan 45-50 yoshlar chamisidagi bir notunish erkak. Şunun bilan joyida yetiblam so'rabdi. Kimni izlaysiz? Desa, iliq odam qat'iy javob bermabdi. Darhol qo'pib chiroqni yondirib, u odamning oldiga berib, kimni izlaysiz deb so'rasa, yana javob bermay, beshini teximi bek ishqirlab tiqib uyning ichiga kirgilimişda deveylab turibdi-da. Şunun bilan bu Abdullah Tağ eshikni oldin to'sib olib, u odam o'ng tarafdan kirmoqchi bo'lsa, o'ng tarafni, so'l tarafdan kirmoqchi bo'lsa, so'l tarafni, ashunda to'sib turibdi. Yeliq odam bir eg'iz gaqmaydi ekan, lekin uyning ichiga ajoyib bir qiziqish bilan, shunda hayronlik bilan qaraydi ekanda, uyning ichiga kirmoqchi bo'ldi ekan. Abdullah Tağ'ning oxir ochiq kelib, "Voy adash, sen kim o? Kimni izlaysan? Bu uyga kirib nima qilasa? Men sen gaqiyaptimi?" deb vaqirab ketibdi-da. Bu vaqagan ovozdan ayol uyg'onib yugurib chiqib, "Voy kimga gaqiyapsiz? Nima vaqiraysiz?" debdi. Ondan keyin Abdullah Tağ'mo qarmamsam, yedi bir odam uyga kirma deb deveylab ketib bordi. "Kim o sen?" deb gaqsam ya javob bermaydi. "Aroqga o'xshaydi bu." Deyishigilam uyning to'g'risidan bir qop-qor tutun tushib, koridorga chiqib, koridorning ichidan qop-qor bir tuman qoplab ketibdi-da. Koridorning chirig'i yenishi, Abdullah Tağ'ning ayolning yotoq uydan chiqishi va to'g'risidan qor tuman tushishi, bu 3 ish birla vaqtning ichida yuz beribdi. Shuning bilan uyning oldida turgan odam sharrida qilib keyniga teyilib, shu uduldagi uyning eshigini oldiga berib qarab turibdi. Shu vaqtda Abdullah Tağ uning amdi bir normal odam emasligini his qilib, peliq odamning puti tarafga qarasa, ushiqining tuvayini yo'q-ku. Koridordagi tumanning shu ust tarafdan past tarafga kengayib tushishiga ergishib, yeliq odamning avval beshi, onadikin badani, onadikin puti degandek, mushtaq asta-asta ustidan past tarafga qarab yo'qab, joyidan g'oyib bo'lib ketibdi. Abdullah Tağ yeliq odamni kirgil qo'ymayman deb eshik tarafni itib olgan ekan, endi ma keyindan chiqqan ayoli yeliq odamni ko'mabdi-da. Shunga ayolim qo'rqib ketmasin deb u odamning shu koridorda yo'qab ketganini demabdi. Bu ish mushtal o'tib ketibdi. Yana bir ish bo'lsa 12 ayning 31 kuni yuz beribdi. U kuni kech soat 7-8 lar atrofida Abdullah Tağ mehmonxona uyda televizor ko'rib o'tirsa, eshik tarafda ayol paydo bo'lib qopti-da. Shuning bilan "Olimjon kelmadimi?" deb so'rabdi. Abdullah Tağ jiq o'ylamayla, "Hatiq kelmadi" deb javob beribdi. Ondan keyin ayol gaqimay yotoqqa kirib ketibdi. Odatda hamda normal ahvol ostida ayoli eshikdan kirib, avval sumkasini, chopunini ostqiga ilib etib, ondan keyin yotoqqa kirib ketgan-di. Bu kuni choponlarni samay udul yotoqqa kirib ketibdi. Ondan keyin birsiga bularning eshigi noyit hayvat ichildi dedi-ku, lekin bu qitim bu eshikning tarang-turang ichilgan ovozi qat'iy anglanmabdi. Abdullah Tağ balkim men televizorga bek berilib ketgan o'xshayman, shu anglamay qolgan o'xshayman deb bu ishlarni jiq o'ylamabdi. Odatda ayoli ishdan tushib kirib, yotoqqa kirib yarim soat, 1 soat orom olib olgandan keyin ondan mehmonxona uyga chiqib ekan. U kuni yotoqqa kirib ketib yarim soat bo'pti, 1 soat bo'pti. Abdullah Tağ pat-pat soat qarab qo'yganda, ayoli yotoqqa kirib ketgandan bu yana tim-tas hech qanday bir ovozmi yo'q, jimjitlab ketibdi. 1 soat o'tgandan keyin tozliq uyga bir kirib chiqib, yotoq uyga shundal qarsa, bu chiroq o'chik. Chiroqni yondirib qarsa, bu uyning ichida birmi odam yo'q. "Voy, bu qanday bo'lib qoldi? Men bayatdan televizorga bek berilib ketib, chiqib ketgini ko'may qoldimmi ya? Qo'shlarni uyga chiqib ketgan o'xshaydi" deb o'ylab, joyiga kelib o'tirib televizorni ko'raveribdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin eshik tarang-turang ochilib, ayol yana bir qitim eshikdan kiribdi. Ondan so'mkasini, choponlarini ostqiga isib etib, "Olimjon kelmadimi?" deb so'rabdi. "Yo'q, kelmadi" deb javob berib bo'lib, "Bu nima ish bo'lyotdi?" deb
ayoldan yana bir so'rab boqmoqchi bo'pti-yu, lekin kech o'g'anda qo'rqab qolmasin deb so'ramay, atisi atdigan bo'lganda, sizlar oqshom ishdan tushib qo'shnilarning uyiga chiqib kirdinglarmi deb so'rabdi. Desa ayoli, men nima ish qilmay qo'shnilarning uyida, men chiqmadim debdi. Bu ikkinchi g'alati ishga. Aybga buyurmanglar, bugungi hikoya bizga qisqa bo'lib qoldi. Vaqt munosabati bilan shunchalik so'zlab turay, ertaga hikoyada ko'rishaylik, xayr xo'sh. Yana o'xshashlam hikoyani yoqtirganlar yurak besib do'stlaringlarga taqdim qo'yishni unutib qolmanglar,